Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 12 ayning 4 kuni juma. Sizlarga hozir shu Amerikada bo'layotgan saylam haqida ozroq uchur beray deb chiqdim. Hozir bu mening videolarni salayotgan qarindoshlar hali ko'p. Men bilaman. Bir qismlari bugun yana aloqalashdi men bilan. Hozir uchur bek ko'p. Har kunisi nihoyatda ko'p yangi ishlar chiqyapti o'tirg'a. Hatta bu başka bu uçur jangılda yolunu tepip mammak adam için intayin ters. Mamma şundak bulup mu sizlerge uçurunu qandar etkilsem yaxşı boludu degan noktada xil oylandım. Ben oldinlar deb qo'ydigan bir ish, men bu saylama haqida gap qilgan vaqtimda xuddi Trump tarafı tutganda gap qilaman. Bu qandaqdi o'zimniki boshqa prinsiplarimni qarib qo'yib turib Trump'ni qo'llayotgan ish yo'q, men unda qilolmayman. Men o'zimning mijozim unga mos kelmaydi. Kichigimdan tortib adolatsizlikka, haqqoniyatsizlikka chidamaydigan mijozim bor. Meniki shu to'liqsizda 70-yillarning boshlari Aqsu birinchi o'tirining to'liqsizda o'qiyotgan vaqtlarimda Aqsu shahridagi shu do'konlarda ko'rgan ishlarim bor. Dixalarni Xitoyniki prigazchiklari qanday bo'zaq qolganligi. Shu ishlarni hozirgi kallamda tungi ishlar bor. Hatta bu başka, eğer bu kıtımki Donald Trump eğer bir haqqaniyetlikке, adaletperverlikке vekillik qilmagan bo'lsa, men bunday programni ishleyemeydim, mümkün emasdi o. Mening bir qism yaqin do'stlarim bor. Endi keyingi har xil ehtimollarga qarshi Donald Trump tarafdan turib ketmaslik to'g'riliq menga taklif bergan yaxshi ko'ngli bilan men qabul qilgan. Ammo bu videoni ishlamay turolmadim. Nima degan chog'da hozir chet eldagi qarindoshlar ichida qaymoq qilib zadi qanday tushunsa bo'ladi hozirgi vaziyatni qiynab qilayotgan qarindoshlar hali ko'p. Ashta bo'lganlik uchun endi shularni ko'zlab o'zimniki tushuncham bo'yicha ozroqcha uchir beray deb o'ylab o'tirib chiqyapman. Men har kunisi nihoyatda ko'p narsalarni ko'raman. Har kundagi yangiliklar haqida nurg'un narsalarni ko'raman. Shunga bu yerda albatta mening deganimdek asosiy chiqish nuqtasi yana haqqoniyatchilik, adaletperverlik. Şu noktadan çıkıp durup yakalamayman. Amdi Uygurlarning menfaati nihoyatda muhim o'rinda albatta. Uygurlarning menfaati uchun Trump davomli prezident bo'lsa bek ko'p foydaliq. O'zimniki hozirgi vaziyatga bek ko'ngil bo'lib yashashimniki bir sabab shu. O'zim siyosatga qiziqaman, lekin asosiy sababning birisi Uygurlarning taqdiri. Hatta boshqa ikkisiga birlashmasa meniki bir o'tirishib so'zlashim. Hozir endi her gün oturuşqatqan yeni uçulanışıda müşqatımqı saylapda boğan saxtipazlik, qanunsuzlik, qalaymiqanchilik işleri yine naiti köp paş bo'yatıdı. Bunun hamını tizip buluş pek ters. Men bir narsalarni deb qo'ysam, hozir yangidan bayqalgan ahvol Amerikadagi Nevada shtatida 40 ming odam 2 qatim bilet tashlabdi. Albatta 2 qatim bilet tashlagan bu darsdan qolgan asosan Biden bilan tashlaganlar 2 qatim bilan tashlabdi. Andan keyin o'lib bo'lgan odamlarning nomidimi bilan tashlanibdi. Nihoyat ko'p bo'lading soni. Ashta bo'lganlik uchun tunugun Donald Trumpniki advokatlari Nevada ustidan arz sundi tunugun. Undan boshqa shu bu qatimki saylamda ishlatgan asosliq mashinaniki birisi Dominion degan bir bilan sanash mashinasi. Ben bu hafta yine toxtulaman turib. Şu maşinaga, şu bilasanaga maşinada işletken daftar kompüter, laptop, ondan USB drive'dan mı 64 yo'qolib ketibdi. Bu narsa aslida intayin qattiq saqlanib, har vaqt ishga ham tam muhofazat qilib, yetkazib turgan narsalar ekan, ammo yo'qolib ketibdi. Pensilvaniya shtatida bo'lgan ishkan bu. Şuna bu İslam'ı hazır paşop çıktı. Anından keyin tünögün bir Georgia degan shtatda bir isbot berish yig'ini bo'ldi tünögün. Donald Trump'niki advokatlari bilan shu Georgia'dagi parlament a'zolari, hukumat odamlari o'tirsida bir isbot berish yig'ini bo'ldi. Shu yig'inda pash bo'lgan bir ahvol aşağıdaki Fulton County degan Fulton degandan bir nahiy bor ekan. Unayınki bilasanaşı bir nayeti çoğun tanterbiye sarayının içinde boptu kendik.
Şu keşler bu vaxtıda uqtırış qilib, şu bilasizlar atqanlarning hammasiga suv turbisi buzilib ketdi. Hemen qaytinglar, ketinglar deb amalarni qaytarib o'tibdi. Ammo qaytarib bo'lgandan keyin demokratchilarniki odamlardan 4-5 odam qilib qilib bu yerda ondan keyin qilib qilib hamdan chiqarib bo'lgandan keyin chiqarib ishlarni taqab hammadan ketib bo'lgandan keyin 4-5 odam chiqib bir ustalniki ostiga möhtirib qo'ygan 4 cho'ng chamdan biletlarni elib chiqib shuni sanagan shu axşamisi. Sanagan ahvolniki videosini berdi. Bu nima ish desanglar, ular hammalarning qo'lvatda hech kim bilmaydi deb qilibdi bu ishni. Lekin tantarbiya sarayida kamera bor ekan. Kamera bo'lg'achqa buning hammasini evapti. Bu video tunugun bilgan xili ko'p qo'yilyapti hozir. Ondan keyin bu hayron qolarlik yana bir ish. Bu biletni chamdonga qachlab olib tiqib qo'ygan ekan ustaning ostiga. Amerikada biletni qanday saqlash, qanday to'shish haqida intayin qattiq belgilar bor. Herkes biletni chamdonda saqlamaydi. Chamdonga qachilmaydi endi. Shunga bu hammasi yolg'on biletlar. Hozir tunugunlarni isbot berganlar ichida hech qanday qatlanmagan, yup-yangi, anki bir-biriga o'xshash kopi qilgan mashinada kopi qilgan biletlarning gaplarini ko'p chiqatdi. Ondan keyin New Yorkda bir yo'g'on Amerikada 18 chaqliq mashina deb qo'ydi. Necha tonlik ekan, cho'ng mashinalar bor bilan tushiydigan poyezdning bir vagonga o'xshash jo'larni tushiydi bir mashina. Shuningdan keyin bir shoferi isbot berdi tunugun. U odam New Yorkda bir mashina biletni Pensilvaniya shtatiga tushibdi. To'shib apirib soat 9dan tushdan keyin soat 1ga saqlab o'tiribdi bir yerda bir nayniki. Bilasanadigan yerda. Tursa lekin buni bugunay apirib to'xtab qo'y, to'xtab kelsang bo'ldi deb debdi. Ammo qilib mashina to'xtab kelib ketibdi. Ertasi kelsa mashinaniki oqsidagi yuk yo'q. Uni kim nega ketdi bilmaydi. Ondan keyin buganlardan yana chiqqan xabarlarda Meksikadan Arizona shtatiga, Meksikada besilgan biletlar Arizona shtatiga kirganligining gaplari chiqdi degan. Shunday ishqilib mushkildagi yolg'onchilik ahvollari nihoyatda ko'p bo'tadi. Hozir endi Georgiyaning ustidan bugan nimaniki Trumpniki advokatlari bugan Georgiyaning ustidan arz qildi. Georgiyaniki saylam natijasini bekor qilsin deb. Uni Georgiyadagilar demokratlar ustida deb e'lon qilib qo'ygan narsada. Meni bilishimcha. Hozir uni bekor qilsin deb bular buga arz qilibdi. Ondan keyin 2 kunning oldida chorshanba kuni chiqqan yana bir cho'ng xabar CNN'ning haqidagi bir videolar ovozlar hozir o'tirib chiqishga boshladi. Amerikada haqiqatni aytish degan bir guruh bor ekan, bir guruh kishilar bor ekan. CNN degan hozir dunyodagi eng cho'ng media shirkatlarining birisi. Xabarlarda bor yaqinda shu cho'ng medialarniki hammasi Donald Trumpga qarshi yo'l tutdiq. Xuddi bir kelishib olgandek mumkin. Odamga bergan tuyg'u xuddi Xitoyniki Tungjanbu birliklar ministerligining ostidagi tashkilot o'rniga o'xshash mumkin. Bular muhim bir narsalarni to'g'ri izlasang topib olmaydi, televizorlarda mana shunday. Bir misol bo'lgan Donald Trumpniki muavin rais, Amerika muavin raisi Mike Pence Georgia shtatida cho'ng bir yig'ilish yapadi. Kelar ayda Georgiyaniki ichki senatorlarni saylaydigan ish bo'ldi. Shunda Republikanlarni saylangan, Cumhuriyetchilarni saylangan deb bir palat yapadi. Men shuni Nahmaydandan ko'ray deb televizorlarni ochib hech qanday hedni topolmadim. Topolmay o Xitoyniki kanalları Nahmaydandan berdi. Xitoyniki YouTube kanalları. Men shu yerdan ko'rdim buni. Hozir Amerikaga ahvol shu darajada. Yaqinlikka pashog'ash nima desangiz CNN bilan bu cho'ng xabar bo'lib ketdi. Ehtimol nurg'ularimni ko'rdinglar buni. Haqiqatni oshkorlash degan bir guruh bor ekan. Bu guruhga CNN har kun aytganda o'ziniki bosh amaldorlarga yig'nachi ekan bular. Kunlik xabarda nimani berish, nimani bermaslik, ba'zi qanday shaklda berish degan narsani. Bu xuddi Xitoylarning Tungjanbudagi tashqat o'rniniki o'rlashtirishga o'xshab qoldi ekan bu. Shu yig'inda qilingan gaplarning hammasini bular o'g'irlashga o'xshaydi, hammasini evapti ekan. Evapti ekan hozir 3 kun bo'lgan 3-chi kunda bo'ldi mening bilishimcha. Bular har kuni shularniki yig'in, bir kunlik yig'inni pash qilyapti bular.
Şunun içinde CNN'deki birinci qol başlığı niki degan gaplar var. Eng dastlab chiqqan bir mazmun shu. Uni deydi desanglar, Donald Trumpni bundan keyin biz normalni odam sifatida tashqi bo'lmaydi. Uni ro'yi kasal, mingisini adashib ketgan, salamni uqtiryapti. Uqtirayotgan sari buniki keslik eg'irlashdi. Hozir texnik turaqsiz bo'lib ketdi deb boshda deymiz. Uni qat'iy bir normal inson sifatida tashqi bo'lmaydi degan. Ondan keyin Bidenning o'g'li Hunter Biden'niki ishlarini qat'iy tashqi qilmaymiz deb uni bostirgan ishlar bor. Mushtaq gaplar chiqdi. Hozir endi bu ishlar pash bo'lgandan keyin Amerikadagi bir qism haqqoniyatchi odamlar zaten bu ish ayirma falmi, CNN ayirma falmi yoki bütün medialar birlashib qotgan ishmi? Nima uchun bütün medianiki qadami shunday o'xshash bo'lib ketdi Donald Trumpga qarshi ish berishlar degan savollar o'tirib qo'yadi. CNN to'g'riliq yana bir chiqqan xabar, men bir necha yerda ko'rdim buni. Xitoylar 10-oyniki, 11-oyning 20-kuni bir yig'in chiqdi. Xitoy hukumatı. Xitoyni tushunish degan mazmun, timsashdagi Xitoyni tushunish degan temada 11-oyning 20-kuni. Bu yig'inga Xi Jinping tabrik so'zi aytibdi. Ondan keyin Xitoy hukumat amaldorlaridan 20 dak odam so'zlabdi. Bu yig'inga qatnashgan odamlarni ko'rsanglar, intayin hayron qolsanglar. 11-oyning 20-kunidagi gap ma'u. Yaqinqi gap. Buningga CNN'niki birinchi qo'l boshlig'i qatnashibdi. Biden'niki bosh maslahatchisi qatnashibdi. Anadaki mesleği burun gapini qilgan bir Pokistonlik donliq mediachi bor. Farid Zakariya degan, Farid Zakariya degan. Bu CNN'niki program boshlig'i bu. Bu mu qatnashibdi bu yig'inga? 11-oyning 20-kuni Jungoni to'g'ri tushunish degan bir yig'inga mashlar qatnashibdi. Mush narsalardan Xitoyniki qo'li nagichi suzilgan degan bir narsani ko'rib olib bo'ladi. Endi bu ishmi buniki umumlashish darajasi qaysi darajada? Bundaki asaslar paş oldu. Lakin fakat CNN'de tutuşuqluq bir kısmı müşüşü. Anaki yeni bir çıkatkan haber Nancy Pelosi ötken yıl 2019 yılı Avam Palatası'ndaki bayanatçısı Bob Sayn'ın ötken yıl. Avam Palatası'ndaki bayanatçısı Speaker of the House deydi İngilizce. Bu Amerika'da 3. orunda turduğun kişi, hukuk cihatın prezident, muavin prezident, anadakin Avam Palatası bayanatçısı. Şu çıkandakin birinci işi şu saylam kaidesini ıslah kılışta orluk karar alımızda hali çepip diken ötken yıl. Onun mezmunu şu poşta arkalık bilet taşlaşını umumlaştırış Amerika'da. Şu dersin oturup koyup diken. Bu işlerini burun kişiler düşenmep diken, yani hazır bu şu poştadan mağdurgan bilen münasebetlik intayin çoğun cinayi işler hazır paş buvat kalık için aslında bu demokratçılar bunu xili burilib qalalığa işken. Aşı Nancy Pelosi'niki şu vaxtda qağaştırdan tartib aslında müşkatlarını qısqaylamını müştaq nime cinayi yollar bilen müştaq hata yollar bilen üstümüzde bu qağan tayyorliqkan degan gaplar nayt ko'p chiqib o'tadi. Bu bir narsa. Bu ma'no chiqini bu bir narsa. Undan boshqa hozir Biden o'ziniki ministerlarni tanlashga, kabinet a'zolarini tanlashga boshladi. Bunun ichida 4 kishi tanlab qo'ygan 4 kishi Albright guruhi degan bir guruh, Albright guruhi degan bir guruh bor ekan. Shuning a'zolari ekan. Albright guruhi deganda Albright ko'vrik guruhi degan, ko'vrik degan gap Xitoy bilan boshqa davlatlar o'tirsida ko'vrik rol o'ynash degan gap. Hamkorlashish jihatda. Bu Albright degan kim desanglar 1997 yildan 2001 yilgacha Bill Clinton prezident vaqtida tashqi ishlar ministri bo'lgan ayol bu. O'zi Romaniyalik. Kommunizm tuzumlarida yashagan uzun. İşte ayol bu. Şu yerda tashqi ishlar ministri bo'lgan. Undan keyin shu tashkilotni qurib bu ayolniki mu Xitoydan cho'ng manfaat bor iqtisodiy. Bularning qildigan ishi shu Xitoy bilan hamkorlashib ish yaparmiz deganlarga maslahatchilik yordamlashib boshqa qilib boshqa davlatlar bilan Xitoy o'rtasida munosabat o'rnatishga yordam qildigan bir guruh ekan. Mush guruhning 4 a'zosini Biden
o'ziniki kabinet a'zolariga tanlabdi. Shunga bu ishlarniki ig'irlik darajasi nelarga bordi, bundan biroz ko'rmoqli bo'ladi. Ondan keyin yana bir narsa, bir qism qarindoshlar hozircha biroz nima qilib qoldi, qaymoqib qoldi. Amerikaniki Department of Justice deydi. Adliya ministerligining ministri bor degan kishi 2 kun oldida bir muxbirniki ziyoratini qabul qilgan vaqtida biz hozir qadar bu qatimki saylovniki natijasini o'zgartiradigan darajadagi saxtapazliklarni ko'midi, ular isbotni ko'midi degan bir gapni degan. Bu gapni anlagan bir qism qarindoshlar biroz qaymoqdi, bu nima degan gap deb. Shuni deb bo'lgandan keyin nima Adliya ministerligi bir bayonot e'lon qilib, bu nimaniki barning degan gaplari xato tashkil qilinganligi aslida demaganligini o'tirib qo'ydi. Ondan keyin bugun shu Avam palatasidagi Cumhuriyetçiler bir komiteti bardan hozir qadar egallagan isbotlarni oshkorlash, zaten nimani topdi hozir qadar tekshirib, talab qilgan bir yig'in ochdi degan. Bu ishlar bo'lyotdi. Undan boshqa bar to'g'riliq yine prezidentning tunugun muxbirlar so'raganmish to'g'riliq. Degan chog'da Trump undan men aytib umidsizlandim. Bu qat'iy tekshirmaydi hech qanaqa ishni deb shuna dedi. Hozir ahvol nima ekan desanglar, hozir shu saylovga munosabatlik saxtapazlik ishlari shunchalik fosh bo'lib ketgan bo'lsa-mu, bu Adliya ministerligi hech nimani tekshirib bir narsa qilmabdi. Shunga qilmay turib, tekshirmay turib, hozir shunchalik isbot beradigan odamlar chiqib olsa, ularni izlamay turib, ularning nima deganligini anglamay turib, bizda unday isbot yo'q degan gapmi edi. Hatta boshqa Donald Trump men bundan intan umidsizlandim deb dedi. Anikin muxbir undan undaqda barniki bundakinki taqdir qanday qildi deganda bir ishga haftadan keyin bilsa, sahab turgan deb dedi. Mustahfalar mavjud. Shunga barniki hech qanday isbot yo'q degan gapi, qanday isbot yo'qligidan direkt bermaydi. Hozir endi shu Adliya ministerligining ostida Amerikaning FBI, CIA degan o'rinlari bor. Yaqinda bu saylar bilet sanash mashinasilar munosabatlik Germaniyada bo'lgan bir ishni oldinlar qilgan. Bu to'g'riliq hukumat rasmiy bir narsani o'tirg'i chiqarmadi. Lekin hozir Donald Trumpni qo'llab ish yapayotgan nimalar, bir qancha advokatlar, anikin generallar, pensiya chiqqan generallar buni tilg'ayotdi. Ularniki mazmuniga asoslangan chog'da Germaniyaniki Frankfurt shahriniki bir yezisi bor ekan. Aşağıda CIA'niki bir binalar var ki CIA iş yapardıgan. Aşağıda Amerika'nınki alaylı kısım askerleri besip berip aşağı bu kadın bilasından katlaşkan bazı maşinlarını kolu düşürüptü. Azar sokuş boptu bir yerde. Amerika'nınki alaylı kısmından 5 adam ölüptü benim bilişimce. CIA'niki bir adam ölüptü. Yine bir adam yardımına kavuşaydı. Aşağıda bir vakalar boptu. Andi bu gaplarni mesela Trump yoki qag'allar rasmiy o'tirib qo'ygan ism yo'q, o'tirib qo'ydim uqmayman. Lekin qag'allar ko'p deyotdi. Hozir endi ular topgan ahvollarni shu rasmiy oliy sudga borganchada o'tirib chiqibmiz deb saqlayotganligini gapni oldim. Mana ishlar bor. Andan keyin Linwood degan hozir shu o'z oldiga ish qilayotgan ikki cho'ng advokat bor. Uniki birisi ismi Linwood, buniki gapini aytgan bir dapaga, yana birisi ayol. İsmi Cindy Powell. Bu ikisi öz aldığa Amerika xalqi uchun adaletlikni qo'lga keltiramiz degan yo'lda ish qilyotdi. Aslida bularni qilayotgan ishini Adliya ministri qildigan ish aslida. Adliya ministri yetib olganlik uchun ma advokatlar öz aldığa ish qilyotdi. Bu Linwood deganniki shu deyishcha 14 shu necha kundan oldida. Bu yıl 10. ayının 8. günü Xitay hükümeti Dominion bilet sanaş maşinesini şirketiga 400 milyon dolar pul verdi. 400 milyon dolar. Ameliyatda ben bugungi chiqqan xabarda olishimcha bu şirketga jami Amerikada bir şirket var ekan Xitoycha
Rüyhan deyken, Rüyhan degen ne? Şvitsariya Bankası degen. İsmi işte ararken Rüyhan deyken ne ismi. Lekin bu banka Xitay'niki muavin devlet reisi Wang Qishan'niki qo'lasidagi bank ekan bu, Xitoyning bankasi. Shunga bu Dominion bilan sanash mashinasi amaliyotda Xitoyning qo'lida ekan hozir. Bu qatimki $400 million ash shirkatning 75%ni sotib olar ekan. Uni ammo bu bergan pul 2 qatimki. Ata boshqa Xitoyning mashinasi ekan. Ondan keyin shu bu qatimki saylamdan necha kun burun Dominion bilan sanash mashinasiga umumyuzlik upgrade qildi degan gap. Onun içindeki yumuşak detallarını yenildi degan gap. Endi bu işler oldu. Albatta ben degandek defter kompüterin yo'qolib ketishi, USB drive'ning yo'qolib ketishi shu Dominion mashinasi bilan. Yine boshqa nurg'un yo'llar bor. Bundan hammasini deb bo'lmaydi degan. Ish qilib mana ishlar bo'lgan. Endi shundaq ish bo'lganligi uchun hozir Linwood degan advokat bilan Cindy Powell degan advokat bu qatim yuz bergan ahvol bir siyosiy o'zgarish deydi. Bu siyosiy o'zgarishga qatnashgan eng beshida Xitoy bor edi. Birinchisi Xitoy. Undan keyin cho'ng media shirkatlari, shu demokratlarning bir qism boshliqlari, Republikning bir qanchasi boshliqlari hammasi qatnashgan bir siyosiy o'zgarish. Buni qandaqdi saylam vaqtida yuz bergan saxtapazlik deb bitirsak bo'lmaydi. Buni vatanga xiyonat qilish, vatanga osiylik qilish deb muomala qilish kerak deydi. Ashta qilish kerak. Ashuna qilgan chaqda shu nurg'un odamlar vatanga osiylik qilish jinoyat bilan turmushga kiradi. Deb shundaydi. Bu Linwoodniki yeni bir degan gapi, bu qatimki boshlangan ish, buni ranglik inqilob. Xitoyniki shu Xitoy virusi orqali dunyoga va Amerikaga hujum qilishi bilan boshlangan. Buni ranglik inqilob, color revolution deb atadi bu odam. Undan keyin Amerikada qonunsizlik, ondan keyin bulab chaqadigan ishlar nayda ko'p yuz berdi. Amerikaning cho'ng shaharlarida o'tgan dastlab ko'rdinglar. Shaharlarning ko'pinchisi demokratchilar boshqaradigan shaharlar. Ondan keyin bu saylamdagi saxtapazlik yuz berdi. Bu saylamdagi saxtapazlik bu qandaqdir yaqin bo'g'ash emas, hali necha yil burundan tayyor qilgan ishkan bu. Ashta yuz berdi. Anda bunundaki yeni buldu dese, bunundaki yine Amerika'da çok kıyametçiler yüz berdi. Deydi, violence deydi. Violence degen yani bulap çakış adam vuruş degen işte. Şuna muş işlerin hemesini ki aldığını Donald Trump eliş gerek. Dep şu andaydı. Demek bu qatim yüz bergen ahvallarını bu Wood bilan Powell ilişkisi siyasi özgürlüş Amerika'ya kılınan asilik dep, aşağı dep e'lon qilyapti hozir. Bu yolda biraz özgürlükler var. Bu Biden'ın üzerine saylandığında ilan qilib bo'lgandan Amerika hükümeti maxsus Biden'ni qo'llash uchun 52 alayda muhofazatchi ajratib ekan 52 odam bor ekan qo'llaydigan. Buni bir kun bu 52 odamni 9 odamga tushirib qo'ydi. Qog'ozlarni qisqartiribdi. Ana o'tganda xabarlar bor. Biden'niki huquq o'tkazilish uchun xashlaydigan pullarni Bason deb bir ayol, Amerikaning ayol boshlig'iga tahdid qilib yurib, oxiri u ayol ma'qul berman deb ashta qilgan deb bo'lmasa meniki men hozir intayin qattiq tahdid ostida qoldim deb. Lekin bu pulni texchi bermabdi. Buni to'xtab qo'yib turibdi hozir. Lekin hozir ba'zi shu solchi medialar hozir ancha Bidenniki, uniki o'g'liniki ishlarini pash qilgan narsalarni o'tirib chiqaryotdi. Ondan keyin qanday qilganda Trump qanday qilib tutib chiqdiganligi to'g'rimi gapirishni boshladi hozir ancha. Bu jihatdan biroz yangiliklar bor. Endi bu yerda men yana bir muhim tema bor, shu to'g'ri to'xtalay. Yaqinda Donald Trump Michael Flynn degan bir general bor. Ayni vaqtda Donald Trump chiqqandan keyin eng dastlabda o'ziga davlat bexatarlik maslahatchi qilib bekitgan bu odamni. Lekin Obama hükümeti bununla qarchaplab yurib bu odamni, keyin sotqa tortib yurib bu odamga gunoh ortib xizmatini qoldirayotgan. Michael Flynn degan odamni. Yaqinda Donald Trump bu odamdagi jinoyatni ko'taryapti. Amerikada har bir prezidentniki yangidan saylan bo'lishdan burun 12 dak odam deymi, 12 dak odamlarniki jinoyatni ko'tarib oladi.
Rasmiy sudda kaski odamlarniki jinoyatni ko'tarib turmadan chiqara oladi endi. Maqatim mikrofonni chiqargan. Bu odam bak o'zi yomon odam, amaliyotda bak isli odam ekan, yaxshi odam ekan o'zi. Lekin bu yerda cho'ng suiqasd bor ekan. Amaliyotda bu demokratlarniki bu xildagi suiqasdlar 2016-yildan boshlangan ekan. 2016-yili Donald Trump chiqqandan keyin Amerikada nima ishlar yuz berdi? Donald Trump haqida. Agar udan kuzatib qadam olsangiz boshdan tushunasizlar. Bu odam shuni qurbon bo'lgan. Bu odam chiqqandan keyin yaqinda bir medianiki ziyoratni qabul qilib, jiq gaplarni qildi. Bu odam bunday deydi. 2016-yili Xitoy Hillaryni usun deb kuchaygan deydi. Ammo mag'lub bo'lib ketdi. Shunga Xitoy hukumatı 2020-yilga kelgan chog'da butun taktikani o'zgartdi. Maqsad nima desa, bular 2000 Amerikaga o'zi tanlagan odamni prezident qilib 2050-yildan burun dunyodagi birdan-bir darajadan tashqari davlat bo'lish. Birdan-bir Amerika yo'qolib ketadi degan gap. Amerikani yo'q qilib ketadi degan gap. Bo'lmoqchi edi. Shunga bu qatimqi bo'lgan ishlarni bir siyosiy o'zgarishlar deb atash kerak. Bu ishlarni ham Amerika qilingan asiylik deb atash kerak. Shunday qilgan chog'da Hillary, Biden, Obama, Pelosi, anikin Adam deb shu Avam palatasining ichidagi demokratlarniki bir boshliq va ashlarning hammasi davlatga asiylik qilish jinoyati bilan sud tortilish kerak deydi. Shunga bu qatim Trumpniki qayta saylanishi bu Amerikani qo'llab qilishda pek cho'ng ahamiyati bor. Birinchi ayning 20 kuni bo'lgan chog'da Trump huquqni o'tkazib bermaslik kerak deydi. Shuning uchun natija qanday chiqib qolmaydi. Agar saylovniki natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar Trump huquqni o'tkazib bermaslik kerak. Trumpniki vazifasi Amerika davlatini va Amerikaning qonunini, Amerikaning erkinligini qo'llash degan bu gapni dedi bu odam. U odam anadakin deydi, agar bu qatimki bilet sanash da saxtipazlik bo'lmay, saylam agar to'g'ri elib berilgan bo'lsa, Donald Trumpning tutadigan bileti 350 dan 400 gacha bordi deydi. Esinglarda bor, bir odam 270 bilet olsa tutadi. Lekin Donald Trumpning olgan bileti birisi 270 olsa, yana birisi 268 dan olgan bo'ladi. Meniki bir esimda qilishcha. Ama bu adam deydi, Michael Flynn deydi, Donald Trump'dan tutulgan bileti 350'den 200 geçe bardı deydi yapacağını deydi. Anadaki o adam yine Donald Trump bir nime müstakil tekşürüş komiteti teşkillab, müşkütten ki saylamdaki cinayetlerini tekşürüp inilap çıkışı mümkün deydi. Donald Trump'dan ki 2018 yılı çıkargan bir ma'muriy buyruqi bor ekan. Bu buyrug'i shu agar chet el hukumati Amerikaniki saylamiga aralashsa, shularni ustidan qandaq jazo yurgizish to'g'riliq bir alayda ma'muriy buyruq bor ekan. Trump chiqargan 2018-yili. Hozir endi shuniki gapim ko'p bo'lyotdi. Bu qatim shu qonunni shu ma'muriy buyruqni ish qilish kerak deydi. Ashtaq bo'lgan chog'da bu qatimki saylovga Xitoylar aralashganligi uchun buni nurg'ishlar va bundan keyin bosh bo'lgan, kim bilasizlar. Aralashganligi uchun Xitoy hukumat amaldorlarining Amerikadagi butun bayroqlarini to'ntib o'tish kerak deydi. Ta'tilish kerak, musodara qilish kerak deydi. Bu qonunda bor gap ekan. Shunga agar bu mushbun chiqsa, chet el hukumat amaldorlarining Amerikadagi pulisini musodara qildi ekan, ondan keyin Amerikada chet el hukumat bilan hamkorlashgan odamlarga vatanga xiyonat qilish jinoyati ortilib, ularning mol-mulki pulini musodara qilindi ekan. Men shu deb anladim. Mana shu tahlilchilarning programmasidan. Hozir mushtaq bir ishlar bo'lyotdi. Ondan keyin yana bir cho'ng xabar. Bu xabar aytda chiqadigan Uyg'ur axborot markaziniki videosida tafsilot to'xtaladi. Men bu yerda qisqacha deb qo'yay. Amerikada necha yilning oldida Choy partiyasi deb bir partiya shakllangan. Cumhuriyetçiler partiyasining ichida Choy partiyasi deb bir partiya shakllangan. Ashniki bir boshlig'i, bir tarmog'iniki raisiga, andiki Amerikada yana bir tashkilot bor ekan. We the People Convention deydi.
we the people, we degan biz, people degan xalq convention degani qurultiyi degan ashunga munosabati bor bir Çay Partisi'ninki direktör ekan. Direktörü Washington Devir gazetida bir betlik ilan chiqadi bu adam. İlan chiqarib Trumpga maslahat berdi. Sen Amerikada harbiy holat yurgizib, saylovni qaytadan yapma. Ashta qilsang, Amerikada yuz berish ehtimoli bo'lgan bir ichki urushning oldini olasan. Bu hozir shunday qilishga tegishli ish. Buni ayni vaqtda Lincoln qilgan degan boshqa bir e'lonni chiqardi bu adam. Lincoln nima qildi ekan desanglar 1860-yili 1760-yili 1760-yili Amerikada ishga urush bo'lib shimol bilan janub ikkiga bo'linib ketdi ekan. Bo'linib mana shu janubga deyman birsi qo'lni qo'dab qolamiz deydi, birsi qo'lni bekor qilamiz deydi, ashta bir cho'ng urush bo'lgan. Keyin janubdagilar mustaqil bo'lamiz degan vaqtida Lincoln o'tirib tushib nurg'un boshliqlarni qo'lga oldi ekan. Amerikadan bo'linib ketmoqchi bo'lganlarni boshliqlarini qo'lga oldi ekan. Ondan keyin nurg'un gezlarni taqatdi ekan. Ashta qilsa Amerikaniki oliy sudininki boshlig'i Lincolnga sinoma qilgan qonunsizlik bu Amerikan asos qonunga mos kelmaydi deb o'tirib chiqdi ekan. Chiqsa u odamni qo'lga oldi, deb turmuslab 10 yildek sulab ekan. Ashta qilib shu orqali Amerikaniki bo'linib ketishining oldini olgan ekan. Endi tarixda bu ishlar qandaqdir Lincolnniki jinoyat emas. Lincolnni tarixda eng ulug' prezidentlarniki birisini qilgan ahvolmish shu, ishmish shu deb xalqlar ashta tilga oldi hozir. Ashta boshqa Trumpni sen Lincolnning yo'li bo'yicha ish tutib, Amerikaniki yana bir qatim yo'qolib ketishiniki oldini olgan degan taklifni berib adam. Bu adam yolg'iz emas hozir. Albatta men degan ikki advokatlar, andaki Michael Flynn general hammasi da bu gapni. Trump harbiy holat yurgizib, saylovni qaytadan olib berib, hech qanday mashina ishlatmay, hammadan berib, qo'lda bilan tashlab, qo'lda sanab, qayta olib berish kerak saylovni degan narsani o'tirib qo'yadi. Bu to'g'riliq Uyg'ur axborot markazininki videosida yana bir qism uchurlar bor. Shunga hozir deyilayotgan gap 1776-yili 76-yili Lincoln Amerikani bir qatim partlanib ketishini qutqizib qaytadan qurgan. Endi Donald Trump buni qo'dab qilish kerak hozir. Deb 2020-yilda qo'dab qilish kerak degan gapni o'tirib chiqaryapti. Endi mana kerakday. Andan keyin yana bir muhim ish, uni chorshanba kuni bo'ldi. Chorshanba kuni Donald Trump bir nutq so'zladi, 45 minutlik nutq so'zladi. Uni o'zi mening mushqitimlik 4 yillik prezidentlik mezgilimdagi eng muhim nutqim bo'lishi mumkin deb o'zi deb atadi. Bu nutqniki 90% qismida Donald Trump mushqitim qiz xallamda yuz bergan saxtapazlik jinoiy ishlarni tilga oldi. Andan keyin unda boshqa yana degan gaplar bor. U deydi, bizda burun saylam kuni bor deydi. Bu qatim o saylam kunlari, saylam haftalari, hatto saylam oylari bo'lib ketyapti yoki bo'lib ketadiganday qildi. Men Amerikaniki prezidenti bo'lish suhbatim bilan meniki qonuniy va Amerikaning qonuniy va Amerikaniki davlatini asos qonuniy va tuzumlarini qo'llash mas'uliyatim bor deydi. Qarag'anchada bu demokratchilar bu qatimki saylovning natijasi qanday bo'lganligini burilib bildi ekandiq. Ular menga qayta deganday saylovda burun. Bo'ldi sen avaroma, saylov o'tkazman, odamlarni yig'ib so'zlayman deb avaroma. Saylovniki natijasi allaqachon bekitilib bo'ldi deb shuna degan, o'chada nima deganligini uqmabdi ekanman. Endi uqdim. Bular hammasi asli oldinlar bildi ekandiq buni deb shuna deydi. Andan keyin men yolg'iz menga bilan tashlagan 74 million amerikaliklarga uchun emas, bütün Amerikalılarga mas'ul. Ashlarni oldida mas'ul bo'lmasa bo'lmaydi, deydi. Ondan keyin demokratchilar Xitoy bilan birlashib, hamkorlashib bu qatimki saylovda saxtapazlik qildi. Hozir bu qatimki saylovdan hozirgidek oqibat chiqqan oqibatga
oqibatniki yuz berganligiga eng xushal bo'lgan davlat Xitoy. Xitoy hammadan bir xush bo'lib ketdi. Ondan keyin Abatman degan, bor degan adliya ministri bor, obdan tekshirmidi, uning qilgan ishlari odamni pek umidsizlantirdi. Endi necha haftadan keyin uning taqdirini qanday bo'lganligini bilasizlar endi. Bu muxbirlar deyishga degan gapim bu. Ondan keyin bu Donald Trumpniki gapiniki asosiy mazmuni hozir bu Amerika duch kelgan narsa Amerika demokratiyasi va Amerika hukumatini og'dirtish xatari deydi hozir kelgan. Ondan keyin u odam yana shu nuqtani gavdalantirdi. Uning birinchisi bu qatimki saylovniki to'g'ri natijasi pat yaqinda chiqadi, kurslanadi. To'g'ri natija chiqadi bu saylovdan. Ikkinchisi burunqi Amerika xalqi shu Amerikani qo'llash uchun jonlarini qurbon qilgan. Hozir bizga o'xshash ahvolga duch keldik. Biz jonimizni qurbon qilishga tayyor turishimiz kerak Amerikani qo'llash uchun degan gaplarni dedi. Ondan keyin mushqitim jinoiy ishlar bilan shug'ullanganlarning hammasini jazolaymiz dedi. Mayli Amerikaning ichkiliklar bo'lsin, sirtkilik bo'lsin, hammasini jazolaymiz dedi. Hozir endi mediachilar Donald Trumpniki bundan keyin Xitoydan yana Rus hisobot olganligini o'tirib qo'yatdi. Bunun içinde iqtisadi savatı var. Bu to'g'ri xil ko'p gaplar chiqyapti. Xabarlarda bor Amerikada Tavranma shtatini 6si bor yoki Jumloq Davos shtatini 6si, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia. Mush 6 shtat Tavranma shtat bo'lib, mush 6 shtatniki natijasi bu qatimki saylovni natijasini belgilaydi. Agar mush 6 shtatdan 3ni usta Donald Trump tutib ketadi. Lekin bu 6 shtatlarniki hozir satishda hozirmi ba'zilari e'lon qildi, lekin uniki natijasini jumhuriyatchilar e'tirof qilmaydi. Shuni satishlar hozirmi mavjud. Endi hozir endi boshqatdimki saylovdan qanday natija chiqib chiqish mumkin? Zaten bizning oldimizda nima ish yuz berdi? Nurg'un qarindoshlarniki eng ko'ngil bildigan ishimiz shu. Buniki bir ehtimolligi ma 6 shtatdagi ko'rilgan masalalarni to'g'ri bir taraf qilish. Agar to'g'ri bir tarafli qilsa Trump o'tib ketadi. Trumpniki bir shtatdagi qamagan bileti aran 10 mingda bilet. Lekin saxta bilet 100 mingdan oshib ketadi. Agar saxta biletlarniki ishlari o'ngshalsa Trumpdan asal o'tib ketadi. Shu birinchi ehtimollik mosh 6 shtatda yuz bergan saxtapazlik jinoiy ishlarni o'ngshab haqiqiy natijani chiqarish bilan tashlashga qilsa Trump ketadi. Bu birinchi ehtimolligi. Ikkinchisi uni o'ngshimay Amerikaniki hozir Amerikaniki nimasiga oliy sudga berib bo'ldi bu dilolar. Berib bo'ldi Amerikaniki oliy sudi bu 6 shtatniki saylamini butunlay bekor qilish qarorini olishi mumkin. Ashta quvvatli deganlik Trump'mu 270 biletini alamaydı, Biden'mu 270 biletini alamaydı degan gap. Agar bunda ahvol bo'lib qolsa, bir alayda bilet tashlash tuzumi bor ekan Amerikaniki asos qonun ichida. U qanday ekan desanglar, Avam palatasi prezidentni saylaydi ekan. Kengash palatasi muavin prezidentni saylaydi ekan. Hozir Avam palatasida aniki uçaqda biletni shtat bo'yicha tashlar ekan, bir shtatda faqat bir biletni tashlaydi ekan. Shundaqda jami 50 bilet chiqdi degan gap. 50 biletdan kim 25 dan ko'pni ussa, 26 ni ussa masalanga. Shu o'tib ketdi degan gap. Endi bu 50 shtatning ichida Cumhuriyetçiler ştatının 26'sı var ki, kem degende, 26'sı var ki. Çünkü bu tüzüm boyunca eğer kayıt bilet taşlap kalsa, prezidentliğini Trump kayıt tutudu deydi. Yani muavin prezidentlik tutucu desenler, senatorda demokratçılar köprüden uğrunu geldi ki. Çünkü bu tarihte kurulup bakmadan bir buluşma mümkün deydi. Prezident, Cumhuriyetçi, muavin prezident, demokratçı degendik. Çünkü bu bir ikinci ihtimallık. Şu alayda saylama yapırış. Bir ştatın bir bilet degen. Üçüncüsü, ABD men degendek Amerika'da harbiy halat yürgüzüp saylanını kayıt kılış. Hazır bu ihtimallıkma intayın çoğun. Benim farzimde bu 3 yıl ihtimallıkla 3 yılısı nayeti güçlük hazır. Maçta bu kılış mümkündü. Hazır endi 3. ahval.
harbiy holat yurgizib saylovni qayta yapirish Amerikada ichki urushniki oldini olishniki birdan bir chorasi. Sizlar bilasizlar, Amerikada 33% odamda qurol bor edi. Qurol atalaydi, ravs atalaydi. 33%. Bu qancha odam desanglar, Amerikanın nüfusu hazır 320 milyon mu, 350 milyon mu aştaq. 100 milyondan köp adamın uyda kural var deyingi. Ma bu Kaliforniyada amiri sorunlarga kural açıkçası olmaydı. Sırtlarda siz kuralını götürücüsünüz, yol koymaydı kanunsuzluk o. Lakin bazı şartlarda yol koydu ki. Şuna yakında boğan bazı yığılışlarda, alınık neçkinde boğatkan yığılışlarda, bazı kuralını sırt götürüp çıksa bulduğun şartlarda hakla avtomatlarını götürüp jivatı kuladı. Çoğun kurallarını. Mesela burun degen, bu Amerika halkını boş çalışkı bulmaydı. Hazır, abette men degen Linwood bilen Sidney Powell, aniken General Mike Flynn, bulanın hemisi bütün Amerika halkıga çakırıp vatıdı. Vatanlarını qoğulanlar. Bu hazır vatanını qoğudaş, xudu uruş meydanı verip, baş devletlerle soğuşup Amerika'nın qoğuduğunla okşaş. Harita yaptığında okşaş degen neseni de vatıdı. Xalqlar qurallarını kütüp chiqyapti sirtqa. Shunga agar bu qitimqi saylam odillik bilan, haqqoniyatchilik bilan bir taraf qilinmaydi ekan, Amerikalar qo'zg'ab ketadi. Ish ko'rish bo'lishi mumkin. Bu ehtimolli hali cho'ng. Shunga hozir ma'nachi odamlar harbiy holatni yurgizib, ish ko'rishni oldini olish degan gaplarni o'tirib chiqaryapti. Menimcha uch cho'ng ehtimollik bor. Birinchisi, 6 shtatdagi masalani hal qilib, Trump tutish. U 6 shtatdagi masalani hal qilsa, Trump cho'qim urtadi. Bu hozir shunchalik paketlar o'tirib chiqib ketdi. Ahvolashda, amaliy ahvolashda. İkincisi, 6 shtatniki saylam natijasini bekor qilib etish. O'sha qilgan chog'da albatta men degan alayda saylam yapirish. Unda prezident Trump muavin prezidentlikka boshqa bir odam bo'lishi mumkin. Undaq bir bo'lib qolsa, demokratiya bo'lib qolsa, Amerikaniki ishlar qanday ma'noda o'qilmaydi. Endi hozirmi Trump prezident bo'lgan vaqtida Trump cumhuriyetçi, muavin prezident mi cumhuriyetçi, aniken Nancy Pelosi demokratçı, üçüncü qol adam xizmatni qilib keldi hozir qadar. Aştaq prezident bir partiyaniki, muavin prezident yana bir partiyaniki bo'lgan taqdirdami, xizmatni qila oladi deb o'ylayman. Biroz qolaysiz, lekin davlatning ishlari mingiverdi deb o'ylayman men. Şunun üçüncüsü harbiy holatni yo'lga qo'yib, saylanni qaytadan yapıp berish. Shu orqali ish ko'rishdan oldini olish. Shunga hozir ahvol shundoq. Endi men sizlarga burun tat deb kelyapman. O'zimning orzusim shu, lekin o'zimning ishonchim bor. Amerika xalqini andaq-mundaq chalmaslik kerak. Gerçi hozir bir qism dunyodagi nurg'un yerlarga bir tomosha qiladigan bir xil ahvollar yuz berayotgan bo'lsa-mu, xalqdagi soddaligidan bu ishni to'g'ri bir taraf qilaydi. To'g'ri bir taraf qilmoqchilik hozirgi bu saylamdagi oxiri tugamaydi. Meniki o'zimniki ishonchim shu. Shunga bu ishlar to'g'ri bir taraf qilinsa-lamkin, Donald Trump prezident bo'lishi mumkin. Ammo to'g'ri agar birinchi oyniki 20-kunigachilik bu ishlar hal bo'lmay qolib qolsa, 20-chilar birinchi oyning 20-kuni Donald Trump o'qib o'tkazib bermaydi. Meniki hozir qadar tushunishim mashinaroq. O'tkazib bermaydi. Buni hozir boshqalar da'vatadi. Trumpniki vazifasi Amerikani qo'g'dash. Ashta bo'lg'achqa o'tkazib bersa bo'lmaydi deb shu gaplar o'tirib qo'yib. Agar bu yuqorqi ishlar normal bo'lmay qolib qolsa, ish ko'rish bo'lishi mumkin. Endi buni biz hech qasimiz orzu qilmaydigan bir ahvol. Shunga saylam to'g'riq mushtaqa qilib qo'yay. Qolgan meniki videolarımda burun degan ikki mazmun bor. Uni aytadiki Uyg'ur axborot markaziniki videosida anglaysizlar. Bu yerda takrorlamayman. Meniki faqat birla orzu talabim bor sizlarga deydigan. Men hozir naytijiq muxbirlar bilan, boshqa o'rinlar bilan munosabatim bor meniki. Ular bek so'raydi hozir. Biz nima ish qilib bersak bo'ldi? Biz nima ish qilib bersak bo'ldi deb. Ularga hozir birinchi qo'l material lozim. Xaronlarda bor hozir Xitoy Sharq Turkistonning uchurlarini intayin qattiq kontrol qilyapti. Yaqinki ahvollar to'g'riliq uchurga erishish intayin tas hozir. Qattiq kontrol qilyapti. Ondan bu chet eldagi muxbirlar, hukumat organlari bek so'rab ketib boradi. Uchur beringlar, biz birinchi qo'l uchurdan beringlar.
Nima ish bo'lyapti bu yerda deb. Bu jihatda bir hamiz kuchaygan bo'lsak. Agar Xitoyniki tarixini o'rgansanglar, bu Xitoy Kompartiya tarixini. Yaqinda Beijingda bir yig'in ochildi, Shi Jinping bir yig'in ochdi. Yig'in ochib 3 muhim nuqta to'g'ri yig'in ochdi. Uniki birinchisi birlik sap qurilishi. Xitoy shu hokimiyatini tartib olishda birlik sapdan foydalangan. Dunyoni bo'zaq qilishda birlik sapdan foydalandi. Hozir endi dunyodan kelayotgan besimga taqabul turishda yeni birlik sapdan o'tirib chiqyapti. Uyg'urlarni o'rganish kerak buni. Azroq o'rganib qo'yinglar, birlik sap degan nima ekan, Xitoy birlik sapni qanday yo'l qo'yibdi. Hozir nurg'un ziyolilar bor, bir Uyg'urlarcha bir ish qilsam degan, bu to'g'rimi izlab qo'yinglar, bu to'g'ri bir narsalarni o'tirib qo'yinglar nazariyalarni. Biz birlik ittifoqlik deymiz. Birlik ittifoqlik degan siri bunlig'ashlar ko'p bo'lib ketib bordi. Nima bu yerda men demoqchi o'g'lim, shu uchur to'plab, uchurning kuchidan to'g'ri foydalanish jihatda Uyg'urlardan bir birlik sap bo'lsa, bizning uchur bilan ta'minlasanglar. Hozir u bu yerlardan ancha uchrayotganlar bor, video evatsizlar, boshqa hujjatlarni evatsizlar, ashtaq ishlar bo'lib qolsa, uni to'g'ri chiqarsanglar mayli o'zinglarning ishi, lekin mana bir nusxa o'tib qo'ysanglar yoki xabarlantirib qo'ysanglar bunday narsalar bor deb. Shu narsalar bek lozim bo'lib ketib bordi. Uchur to'playdigan ishni hammadan qolaydi, hamma Uyg'ur qolaydi, uy turibli qilib mushat bir kuchab bergan bo'lsanglar. Masalan, hozir yaqinda xalqlar barak so'rayotgani, hozir Uyg'urlarniki hamma narsadan pul topadi Xitoylar. Chechidan pul topdi, qinidan pul topadi. Uyg'ur onlarning sutidan pul topadi bular. Bir qism lagerlarda bular pashaxona qurib oldi. Mushto'rhim uchurul axborot lozim edi bizga. Pashaxona qurib oldi bular. Urumchining atrofidagi boshqa cho'ng-cho'ng shaharlardagi lagerlarning ichida pashaxona qurib, Xitoy xiridalarni boshlab olib Uyg'urlarga bosqinchilik qilyapti. Ondan keyin majburiy emgak. Majburiy emgak mana kelgan uchurda bu yil ichkariga akitilgan majburiy emgakka ketgan Uyg'urlarning soni 300 mingdan oshdi. Men yana Xitoyning torbetidan Baydenni izlab yurib, bir torbetida Xitoy hukumatiniki bu yilqilarni 4 million Uyg'urni ishga o'tkazib ko'rdim men bir torbetida. Bu ishni hammadan qolaydi. Minkoxan yoshlar Baydoga kirib izlasanglar, ma'lum bir temini, masalan, süt plazmasi, odam chechi, cho'nglarniki ana suti, cho'nglar uchun chiqarilgan ana sut mahsuloti degandek narsalarni Baydoga kirib izlasang topa olaysan, nurg'un narsalarni. Mashlarning hammasini ichida Uyg'urlar bor. Biologiyalik qurol, hozir Xitoy buni bachcham tutib o'tirdi. Ani alayda askar degandek. Shunga bu ishlarni nurg'un odamlar qilaysizlar. Bo'lsa bir kuch sanglar. Men bir ish qilayotganlar intan jafo ishlayotdi hozir. Hozir shunchalik deymiz. Ishim og'riydi meniki. Hammasiniki kunlik xizmati bor, kunduz xizmati bor. Oshmasa uyga kirib Uyg'urlar uchun ishlaydi. Mana shu videoni bu har hafta chiqaradigan bo'lg'achqa buni qilayotgan shu qarindoshlar intan jafo chiqyapti. Torbetim shu uigurinfo.org degan torbetga kirib qo'yganlar. Hali xil jihatlar qo'yilib bo'ldi yerga. Ashli qilayotgan inilarmi kechini kunduz bo'lib ish qilyapti. Shuni ish qilayli. Uqmayman, endi Donald Trump chiqsa Uyg'urlarning fojiasini tezroq to'xtatishida umidni aytdi. Cho'ng bo'ldi. Ben shuni bek orzu qilyapman. Endi Uyg'urlarning nachilib bardashib borolmaydi, huquqlanmaydi. Hozir sirtqi xabar chiqmagan uchun nurg'un kishilar unutib qoldi bizning vatanning ahvollari nima bo'lib ketganligini. Xitoylar qildigan ishlarni qilib xabarga olib bo'ldi. Agar biz qarab o'tiraversak, bizning tortgan ziyinimiz taxmin cho'ng bo'lib ketadi. Shunga bo'lsa mushayatda yordam qilsanglar. Qo'linglarda uchur bo'lsa, men aytib bersanglar. Ma'qul, men bu yerga mushaylik so'zlay. Kilar haftagichilik aman bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.